Nima deyaptim? Aytdimki, Aysim. Bizning ikkovimizning zo'r jangimiz bo'ladi. Bu ko'ngli toza bola dedim. O'zbekistonda mashhur, men ham mashhur. Ikkovimizning bo'yimiz juda chiroyli bo'ladi dedim. Biroq daraja boshqa. Ha, mening urunim boshqacha. Ha, o'zingning baland o'tsan. Ha, seni uruvining boshqa, meni uruvim boshqa. Endi nima desam bo'lar ekan? Bu jang juda ham qiziq jang bo'ladi menimcha. Juda ham qiziq jang bo'ladi. Chunki nima desam bo'lar ekan? Mening uchun juda ham muhim janglardan bittasi bu. Chunki mana shu jangga nasib etsa inshaalloh chiroyligan o'tkazib olamiz. Bular endi oilasi uchun harakat qilyapti. Men ham oilam uchun shunchaki o'rtada nima bo'ladi? Chiroyli jang bo'ladi. Endi kim kuchli bo'lsa, kim zo'r bo'lsa, o'sha yengib chiqadi. Nasib etsa inshaalloh cho'tki jang bo'ladi. Omad tilayman raqibim